Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Kecha videoda ozgina yanlishib ketdimiz. 4-dekabrda 4-yanvar ekan, ming bor uzr so'raymiz. Bugun 5-yanvar tong sahar 5:30 soatlarimiz. Go'shtlarimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bir-biridan zo'r go'shtlar. Hammasi buqalarning go'shti, svejiy. Go'shtni shikalat go'shtlar. To'r bilan 5 gacha bo'lgan vaqt ichida kelsa, go'sht xohlagan joyingizdan kesib olasiz, go'shtni. Bozorda hech kim bunaqa imkoniyat bermaydi. Mana misol uchun jivoy mana garbushka bo'lsa, xolodilnikning orqasida turib sizga go'sht ko'rsatishadi. Biz o'zingizlar qo'lingizga beramiz. Kelasiz, go'sht tashiysiz. Men pichoqni olasiz. Xolasiz eniga, xolasiz bo'yiga. Mana qarang. Men go'shtchi. Xohlaganingizga agar bozorda kimda-kim shunaqa imkoniyatni bersa, go'sht tekinga beramiz, gapimizga javob beramiz. Hech kim bunaqa imkoniyat bermaydi. Xohlagan kusokingizni olib kesib olasiz. Mana go'sht ko'rsatib. Faqat to'r bilan 5 orasida bu holat bo'ladi. Chunki qiymali joyini biz 5,5 da chiqazib yuboramiz deydi. Undan keyin qilib bera olmaymiz. To'r bilan 5 gacha bo'lgan vaqt ichida 130 ming so'm go'sht xohlagan joyingizdan kesib olasiz. Yaqinlarga srosh uzatib qo'yasiz. E'tibor uchun rahmat. Yana bitta eslatib o'taman. 5-yanvar 2026-yil soat 5:30. E'tiboringiz uchun rahmat.